Oliygohni tamomlaganimdan so'ng ish so'rab bormagan tashkilotim qolmagan. Hammasi bir xil sabab bilan ishga olishmagan. Ya'ni ish stajim yo'qligi sabab ishga olishmagan. O'sha tashkilot rahbariga aytganman. Menda shijoat bor, g'ayrat bor, ishtiyoq bor. Meni ishga oling, agar ish ko'rsata olmasam, mayli oyligim kerak emas. O'zim ikki qo'lim ko'tarib ketishga ham roziman deb aytganman. Lekin oddiy birgina ish stajim yo'qligi sabab ishga olishmagan. Baraka topib ko'r, bir o'ylab ko'ring. Endigina oliygohni tamomlagan talabada qanaqa staj bo'lishi mumkin? Shundan so'ng qishlog'imga qaytib bordim. Va o'zim o'qigan maktabga 400 ming so'm oylikka ishga kirdim. Va bildimki, O'zbekistonda rivojlana olmasligimni his qildim. Shundan so'ng til o'rganib boshladim. Shundan so'ng shunaqa qiziqib til o'rgandimki, bir vaqtning o'zida Koreya vizasi hamda Amerika vizalarini qo'lga kiritdim. Menda shunaqa Amerika va Koreyani tanlash imkoniyati paydo bo'ldi. Hozir esa Amerikadaman. Hozirgi universitetda o'qiyotgan talabalarga maslahatim: birinchi kursligingizdan boshlab til o'rganing yoki ish o'rganing. Keyin afsus qolasiz. 4 yil o'qigan vaqtingizga, kontragtingizga afsuslanasiz. Kontraktingiz kun mayli ketgan vaqtingizga achinib qolasiz. Yoki til o'rganing yoki ish o'rganing. Buni birinchi kursligingizdan boshlang.